Qazoras so'zining ma'nosi nimani anglatadi? Qazoras Xorazm vohasining eng qadimiy qal'a va shahar manzillaridan biridir. Qazoras Samarqand, Shahrisabz, Qarshi shaharlaridan 300 yil oldin, Buxoro va Xiva shaharlaridan 500 yil oldin, Ko'hna Urganch, Toshkent, Qo'qon shaharlaridan 1000 yil oldin, hozirgi Urganch shahridan esa 2600 yil oldin paydo bo'lgan O'zbekistondagi eng qadimiy shahar Qazoras nomining kelib chiqishi to'g'risida turlicha qarashlar mavjud. Qazoras qadimgi xorazmiy tilida 1000 ot, ya'ni Hazor, 1000 as, ot yoki 1000 otliq diyori ma'nosini bildiradi. O'tmishda muarrixlar uni Qal'ai Sulaymon deb ham atagan. Boshqa manbalarda qadimgi Qazoraston nomi Azarspan, muqaddas ona, undan kelib chiqqan deyiladi. Qazoras Zaratushturaning va Muqaddas Avesto kitobini vatani deb taxmin qilinadi. 10-asr fors geografi Al-Istahriy Xorazmning sug'orish tizimlarini, katta kemalar suzib yurgan katta Qazoras kanalini, shuningdek Amudaryodan uncha uzoq bo'lmagan tekislikda joylashgan Qazoras shahrini eslatib o'tadi. Qazoras Rashiduddin Vatvot, Sakkoqi Husayn Xorazmiy, Jafar Qazorasbiy, Hayoli Iskandar Mahmud kabi buyuk siymolar, shoir, olim va tabib daraga yetishib chiqqan